Taksi chaqirayotganda e'tibor bersalar, ekonom bor, komfort plus bor, to'g'rimi? Shu komfort plusni просто zerikib ketganinglarda bitta bosib ko'rganinglarda hisobga olmasa, chaqirish uchun ham hech bir bosganmisizlar shuni? Men yo'q, to'g'risi, hali joyda narxlar so'mda yozilgan bo'lsa ham dollarda yozilgandek ko'rinaveradi. Hech ham haligi mobil olamga naushnik olgani kirib turibdi, qarasa iPhone'lar turgan bo'ladi, qarab qo'yasiz, u tashinga o'xshaydi, tushunyapsizlarmi? Ekonomda keladigan mashinaning narximikan u deb o'ylayman. Endi u yerda sharoit yaxshi boshqa narsa bo'ladi deydi. Ekonomda hech zamonda misol chaqirsangiz, salondagi havo harorati normal deb. Aka siz ko'tarib qo'ying, işte pastga o'xshabsiz. Yo, men sizdan so'ramayapman normalmi deb. Normalligi haqida aytyapman sizga. Deyishi mumkin bo'ldi. Undan ham o'zimizda eski shopirlar bor, liniya qatnaydiganlar. Mono privilegiyada qatnaydiganlar bular sinib ketadi. Bular hech narsa aytmaydi. Biz odamlar uchun hamma narsaga tayyor bo'lib, keyin rolga o'tiramiz. Uka hozir yo'lda gaz quyib olamiz, 24 minut kutib turasizlar, ashida. Ucha yangilikda eshitdingizmi qizig'i deb qo'yadi. Yo, aka eshitganim yo'q, aytmay qo'ying, eshitganim yo'q. Uni eshitganimga keyin sizdan keyin javobgarligi bor. Tim bo'lib mikrofonni ham marizga taxlab olsa sal uyatsiz bo'lardi, malak. Indamay ketaylik.